Tashqarida Cobalt Labo mashinamizga meta o'rnatib beryapmiz. Har doimgidek Labo, har kuni Labo bor. Sinovka jarayoni ketmoqda. Chiroyli qilib 4-pakelindan gulchatirlar bilan sinovka qo'yapmiz. Orqa qismiga tepasini teshmagan holda baklarni pedelka qilib 65 talik balon joylab beryapmiz. Ayrimlar jihozlarda chiroyli qilib sinovka beryapmiz. Ichkaridagi mashinalarimiz Cobalt mashinamizga metan propan joylab beryapmiz. 47 talik propan balon termotrubkalar bilan operator bilan joylab beryapmiz. Oldi qismini zapchastlarini ko'rsatamiz. Oldi qismiga Yevropa gazi Basiko 24/4 blok upravleniyasidan foydalanganmiz. Farsunkamiz Real Italianskiy farsunka, reduktorimiz Nordic reduktor. Shlanglarimiz ham Pagame Italian shlanglar bilan foydalanamiz. Bu Nexia uchimizga ham xuddi shu komplektda sinovka qilib beramiz. Yevropa gaz Basiko 24/4 Nordic reduktor. Orqa qismiga 47 talik balon joylab beryapmiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsangiz mumkin.